Insultdan 10 tomondan olganman. Boshimda og'riqlari bo'lardi, ishlar bo'lardi. Xudoga shukr, hozir yaxshiman, juda yaxshi. Men Hamroqulov Abdulhay 1969-yil Sharoraj tumanida tug'ilganman, Rovot qishlog'ida. 2021-yil insultdan 10 tomondan olganman. Men hozir Zamo'z viloyati reabilitatsiya markazida davolanishga bugun keldim. 9 kun bo'ldi bugun kelganimga. Shu uyda vaqtimda, masalan, beri kelgan vaqtimda ham boshimda og'riqlari bo'lardi. Do'lanalarım ko'tarilib turardi, qon bosimlarim. Shu insulit o'tkazgan tomonlarimda uy ishlar bo'lardi. Xudoga shukr, hozir yaxshiman, juda yaxshi. Shu lecheniyalarimiz juda foydali bo'ldi deb o'ylayman men. Har kuniga turli 9-10 ta muolajalar olyapman. Shulardan igna terapiya, MIS, enemaga, erkak, massaj, terapiyan, shunga o'xshash muolajalar olyapman. Sholatlar juda yaxshi. Bu yerga ko'p apparatlar kelgan, yangi apparatlar kelgan ekan. Shu davolayotganlar hammasi xursand. Qolaversa, mana shu yerda xizmat qilgan barcha shifokorlarimiz, rahbarlarimizga hammasiga katta rahmat. Reabilitatsiya markaziga men hozir o'zim guvoh bo'lib, Qoraqalpoq, Xorazmlardan shurada davolanayotgan insonlar bor, hammasi ular ham minnatdor. Shu institutda o'tkazgan nimalarga kelib bemalol davolanishga men tavsiya beraman. Ular kelib turib, hamma apparatlar, sholatlar yetarli. Katta rahmat bo'ladi hammasiga.